Men sizlardan iltimos, mette temirlarimizni olib ketmanglar, urib ketmanglar, shu o'g'irlab ketmanglar deb video qildim. To'g'risi 2 oy turdi, 2 oy olmay Xudoga shukr, yaxshi turdi deb o'ylayman. Lekin mana shu narsani pulga qildirtirganman, mayli puli yo'q qursin. Kim olib ketgan bo'lsa agar insof bo'lsa, mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, o'sha temirni qaytarib olib kelib bersin, ko'chada nech pul baholashgan bo'lsa, o'shandan ko'proq qilib pul beraman. Mana shu joyga qo'yib ketsa yaxshi bo'lardi. Chunki men buni nimaga qo'yganman? Bu joyga o'zim ko'zim bilan ko'rganman, nechta mashina tushib ketgan mana shu joyga burilaman deb tushib ketgan. Bu qayerda desalaring S5 da. Mana shu aysimiz, mana shu kirish yo'lini to'g'irlaganman. Men hayron qolyapman. Oddiy bitta temirga shunchalik odamlar zormidi. Buni kim olib ketgan bo'lsa ham bilmayman, qanaqa odam bo'lishi mumkin. Bo'lmishmi yo lo'limi yo bo'lmasam kim u, qanaqa odam. Xullas qaytarib olib kelib tashlab ketinglar shu narsani kerak. Yo bo'lmasam yana boshqatdan yasatirishim kerak. Men просто vaqtim meni undan qimmatroqda. Undan ko'ra tashlab ketsa o'sha pulni berib qo'yaman. Endi kelsa pulni semonlab qo'yaman mana shu yerda. Odamlarga hayron qolar ekansan bor. Xullas, kelinglar do'stlar, S5 da shu aysda biz shu aysimizda kutib qolamiz hammani. Mana shu stankalarimiz ham bor. Yana to'g'rilab qo'yamiz xudo xolasa. Men bor uzr, men agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam, lekin o'g'rilarga insof bersin, hammaga insof bersin.